Ustani ishini sifatini ko'rsatadigan narsa Bruni plyonkada mana shu kapotda burchak qismi hisoblanadi. Sababi ko'p usta aka-ukalarimizda kile o'ynab qolishi, shoklayli bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsak, bunga eng katta sabablardan bittasi krilo bilan kapotda baland pastliligida farqi bo'ladi. Hozir ham siz o'tgan bo'lsanglar, bu yoq baland, bu yoq pastroq. Shuni hisobiga qurmagan bo'lsa yoki ozgina kapot o'ynab ketadigan bo'lsa, mana mana shu shoklarni o'ynash bo'ladi. Men hozirlarga oson yo'lni o'rgataman. Kapotimizni ko'tarish ikkita oson usuli bor. Men hozirlarga birinchi usulni o'rgataman. Bu usulimizni bu avtomobillarimizda o'xshaydi, lekin Zeekr, Li avtomobillari, BMW i5, i3 avtomobillarimizda o'xshamaydi. Agar u usul ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib ketsanglar, masalaga yana bitta video chiqaraman. Bunga bitta bizga qattiqroq bobina kerak bo'ladi. Tonirovkanikidan foydalanganmiz. Agar mana bunaqa tili mexanizmi ikkitalik bo'ladigan bo'lsa, o'rtaroq qo'yishingiz kerak. Mana mana shu holatda qotiramiz. Kapot qismimizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, krilodan ko'tarilib turibdi. Krilo qismiga fiksatsiya qilib olamiz, qurigandan keyin kesib yuboramiz. Hech qanaqa kile o'ynashlar, shoklayli bo'lib qolmaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar.